sizlar uchun arzon bo'lgan obyektlarni ko'rsatishda davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Xo'p, Garadskoy shoh to'yxonasining oldidan 600 metr kirganda shunaqa qurilish tugallanmagan 5,5 sotiklik hovli ko'rib qo'ydim. Video davomida eng qiziq narxini aytaman. Xo'p, bu taraf robotxona, bu yoqqa 2 xona tushgan. Hovlimizning kengligini qaranglar. Xo'p, kommunal, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q ekan. Hozir xonalarni bir qator ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Keyingina xonalarni ko'rishingiz mumkin. Ularni ham tuniki fonda sasnalarda qurishgan ekan. Uyda o'zimiz yashaymiz deb quruvdik deyishyapti. Dasturlari qilingan ekan. Hujjatlardan hech qanaqa muammo yo'q. Endi eng qiziq narxiga to'xtalsak. Joy egalari 40 ming dollar deyotgan joyda biz siz aziz obunachilarimiz uchun 39 ming dollarga tushirib qo'ydik. Pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol baraka qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar.